Navoiy viloyatida APK fayllar tarqatib, odamlarning 2 milliard pulini o'margan shaxs ushlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, fuqaro turmush o'rtog'iga tegishli bo'lgan bank plastik kartasidan 22 million so'm pullar sirli ravishda g'oyib bo'lgani haqida ichki ishlar organlariga murojaat qilgan. Tezkor tadbir davomida bu shaxs 2004-yilda tug'ilgan sirdaryolik yigit ekanligi, fuqarolarga Paynet to'lov tizimida doimiy daromad manbaiga ega bo'lishi haqidagi yolg'on xabarlarni tarqatgan. U turli viloyatlarda yashovchi 9 nafar shaxslarni shartnoma asosida yakka tartibdagi tadbirkorga aylantirgan. Ularning hisoblaridan foydalanib, APK virusli ilovadan zararlangan fuqarolarning bank kartalaridan pullarni yechib olib, har bir tranzaksiya uchun 5-7% ulush olib turgan. Tezkor qidiruv davomida Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan qonunbuzar qo'lga olinib, sodir etilgan 121 ta kiberjinoyatlar fosh etilgan. Ushbu shaxs shu kunga qadar Telegramda virusli ilovani tarqatish orqali Navoiy viloyatida, qolaversa respublikaning boshqa hududlarida yashovchi jami 201 nafar fuqarolarning bank kartalaridan mavjud bo'lgan umumiy hisobda 2 milliard so'mdan ortiq mablag'larni yashirin ravishda talon-taroj qilgan. Qo'lga kiritilgan pul mablag'larini o'zining ehtiyojlari uchun sarflab yuborgan. Ushbu shaxsga nisbatan hozirgi kunda Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.